Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli, menga Tigo 8 gibrid haqida ma'lumot bering iltimos. Bo'ldi, keling tushuncha beraman. Eng birinchi aytadigan tushuncha bu silpovoy zonasi bo'ladi. Ya'ni urilishdan, orqadagi udardan, oldidagi udardan, eshik yondan o'tib ketadigan mashinalardan xabar beradigan narsa ayniqsa silpovoy zona hisoblanadi. 360 gradus kameralari ham bor. Haydovchi sidinasi 6 xil yo'nalishda haydovchiga moslashadi. Oynalarga keladigan bo'lsak, ikki tomondagi oynasi 2 qavatli. 2 qavatlining nima foydasi bor bizga aka? 2 qavatlining foydasi, ya'ni musiqalarni tiniqroq tinglab ketishga, tashqaridan keladigan shovqinlarni kamaytirib berishga xizmat qiladi. Musiqalarga keladigan bo'lsak, Sony bilan jihozlangan bo'ladi, ya'ni 12 talik premium Sony'lar bilan. Rulga o'tiradigan bo'lsak, oldida head-up displeylari ham joylashgan bo'ladi, ya'ni tezlikni bu labovoyda ko'rib ketsa bo'ladi. Rullari siydi, labovoylarda spirallari bor. Video registratorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Eng yaxshi funksiyasi bunda голосовое управление bor. Mana голосовое управление. Nasa deb gapiryaptimi? Qaysi tillarda gapiradi голосовое управление? Голосовое управление ingliz tili, rus tilida buyruq bersa bo'ladi bu голосовое управлениеga. Ha. Hali o'zbekchada chiqarishmadi-da, keling uni. O'zbekchasi hali chiqarilmagan. Mashinamiz 3 xil rejimda yurib beradi, ya'ni Necha kishilik mashina deb aka? bu 7 kishilik mashina. 7 kishilik mashina bo'lsa oilaviy mashina ekan aka. Shunaqa. Orqalarida yana qo'shimcha beradigan ma'lumotlarimiz bor. Orqadagi ikkita sidinasi abogriflari mavjud. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, Elektronniy bagaj. elektronniy bagaj. Bagajimizda yana detskiy rejimi mavjud. Misol uchun 1 kilodan 2 kilogacha yuk ta'sir qilsa qaytib ketadi. Demak, hech kim bosib qolmaydi. Yo'q, bosib qo'ymaydi. Haligi roliklarda kallalari qolib ketadi odamlar, unaqa narsa Ha, yo'q, unaqa narsa yo'q. Tushunarli. Bu tarafiga keladigan bo'lsak, bu sidinamizni o'zi yo'lovchiga turli xil yo'nalishda moslashadi. Yana bunda qulaylik jihati, unda massajlari ham bor mana. Ya'ni uqalash funksiyalari. Hozir massajlarni ishlatib ko'rsatamiz. Mana uqalash funksiyalari. Xo'p, motorlari, mashina ichida Motorlari haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, 1.5 turbo motor bo'ladi. Ham elektromotor bilan qo'shilgan holatda sizga 300 tagacha mot kuchi beradi. Rasxodiga keladigan bo'lsak, shahar ichiga 501 rasxod qiladi. Aha, narxlari qancha o'zi bu mashinaning? Narxiga keladigan bo'lsak, 450 million hisoblanadi, naqd pulga 25 million sketkasi bor. Aha, qayerdan olsak bo'ladi o'zi bu mashinalarni? Bu mashinani keling sizga aniqroq lokatsiyasini tushuntiraman. Yangi yo'lda joylashgan, ya'ni 130-uyda Cherry Navoiy Avtolife. Ya'ni Mutabarga yetmasi, shahardan kelishda, shahardan tashqaridan chiqib kelishda Mutabardan 60 metrcha o'tgandan keyin sizlarning hammalaringizni Cherry Navoiy Avtolife'da kutib qolamiz.